O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonunga asosan ma'lumotlarni va hujjatlarni avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritilishi ustidan nazorat prokuratura va adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Shunga ko'ra, Namangan viloyat adliya boshqarmasi tomonidan e'tirof axborot tizimi tahlil qilinganda 2026-yil fevral holatiga viloyat bo'yicha kadastr organlari tomonidan avtomatlashtirilgan axborot tizimida jami 40.276 ta elektron yig'ma-jild shakllantirilgan bo'lib, bundan 27.738 tasi 2 oylik muhokama jarayonida, 2562 ta jamoatchilik muhokamasida, 820 ta adliya boshqarmasida, 788 ta vakolatli tashkilotlarga tahrirlash uchun yuborilgan. Shuningdek, viloyat adliya boshqarmasi tomonidan 8368 ta elektron yig'ma-jild ko'rilgan bo'lib, 6778 tasi ijobiy, 1590 ta salbiy xulosalar avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritilgan. Namangan viloyatida 3448 nafar shaxsning o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlariga bo'lgan huquqlari e'tirof etildi. Hozirgi kunda 2750 ta elektron yig'ma-jildlar to'lov bosqichida hamda 580 ta yig'ma-jildlar xalq deputatlari Namangan viloyati kengashida qaror chiqarish bosqichida turibdi. Qonun ijrosi yuzasidan viloyat adliya boshqarmasi tomonidan muddat buzilishiga yo'l qo'yayotgan hamda noto'g'ri ma'lumotlar kiritayotgan, xatlov jarayonida sustkashlikka yo'l qo'yayotgan vakolatli tashkilotlarga nisbatan 46 ta taqdimnoma hamda 45 ta ogohnoma chiqarilgan. Bundan tashqari, Namangan viloyati prokuraturasiga xulosalar berishda muddat buzilishiga yo'l qo'yayotgan, noto'g'ri ma'lumotlar kiritayotgan mas'ul xodimlar harakatlariga huquqiy baho berish uchun 6 marotaba xatlar chiqarilgan. Yuqoridagi ta'sir choralar natijasida 38 nafar shaxsga nisbatan intizomiy ta'sir chorasi, 10 dan ortiq shaxsga nisbatan esa ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanildi.